haqiqatdan ham sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasi 1-qismi 3-bandiga muvofiq agar qarzdorning mol mulki yoki daromadi mavjud bo'lmasa, davlat ijrochisi qarzdorning mol mulki va uni daromadini qidirish bilan bog'liq bo'lgan choralari natijasiz bo'lsa, davlat ijrochisi ijro hujjatini ijrosiz undiruvchiga qaytarib beradi. Shuningdek, ushbu qonunning 52-moddasida haqiqatdan ham yagona uy-joyga ega bo'lgan qarzdorni uyiga undiruv qaratilishi mumkin emasligi qonun bilan belgilangan. Biroq ushbu modda shartli dispozitsiyadan iborat bo'lib, ushbu moddada bir jumla mavjud. Agar qarzdor va uning oila a'zosi doimiy ushbu uyda yashayotgan bo'lsa, undiruv qaratilmasligi belgilangan. Birinchi navbatda davlat ijrochisi nima yo'l tutishi kerak? Ya'ni qarzdor va uning oilasi haqiqatdan ham bu uyda doimiy yashayaptimi, vaqtincha yashayaptimi yoki umuman boshqa joyda yashayaptimi? Shu holatlarga aniqlik kiritish kerak. Agar davlat ijrochisi qarzdorni ushbu uyda haqiqatdan ham qarzdor va uning oilasi doimiy yashamayotganligini aniqlasa, ushbu yagona uyga undiruvni qaratish imkoni mavjud. Shuningdek, qonunning 52-moddasi 2-qismida juda bir muhim holat nazarda tutilgan. Ya'ni undiruvchining arizasiga yoki bo'lmasa davlat ijrochisining tashabbusi bilan undiruv yagona uyga qaratishi mumkinligi va ushbu holatda sudga ariza bilan murojaat qilishi va sud tomonidan ushbu ish ko'rib chiqilib, haqiqatdan ham qarzdor 6 sotix uyga ega ekanligi, biroq uni 3 sotig'iga o'zi yashasa bo'ladi, qolgan 3 sotig'ini undiruvga qaratish mumkin degan xulosaga kelib qaror chiqarsa agar, ushbu holatda undiruv qarzdorning yagona uyiga ham qaratilishi mumkin.